Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz ampitsilin haqida bo'ladi. Bu beta-laktam guruhiga mansub penitsilin antibiotiki bo'lib, keng ta'sir doiraga ega antibiotik. U bakterial infeksiyalarda davolashda ishlatiladi. Qo'llanilishi nafas yo'llari, siydik tanosil, oshqozon ichak kasalliklarida ishlatiladi. Nafas yo'llarida asosan angina, bronxit, pnevmoniya kasalliklarida, siydik tanosil tizimida sistit, pyelonefrit, uretrit kabi kasalliklarda ishlatiladi. Bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Pyelonefrit nima? Pyelonefrit bu buyrakni kosachi jon tizimi va parenximasini bakterial yallig'lanishiga aytiladi. Oshqozon ichak kasalliklarda ich terlama, salmonelloz, dizenteriya kabi kasalliklarda qo'llaniladi. Bu faqat bakteriyalar uchun samarali. Viruslarga ta'sir qilmaydi bu antibiotikimiz. Qo'llanilish usuli og'iz orqali ovqatdan yarim soat, 1 soat oldin ishlatiladi. Mushak ichiga yoki vena ichiga og'ir holatlarda ishlatishimiz mumkin. Davolash davomiyligi lekin 5-14 kun bo'ladi. Buni to'liq tugatishimiz kerak. Undan erta to'xtatsak, bakteriyaga rezistentlik keltirib chiqarib qo'yadi. Antibiotikka chidamlilik oshirib yuboradi bakteriyada. Nojo'ya ta'sirlari, allergik reaksiyalar, ovqat hazm qilish, qon tizimiga nojo'ya ta'siri bor. Allergik kasalliklarda teri toshmasi, qichishish, klinik eshishi, anafilaktik shok kabi kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin. Ovqat hazm qilishda ko'ngil aynishi, ich ketishi, bakterioz kasalliklarda keltirib chiqarishi mumkin. Qon tizimida leykopeniya, trombotsitopeniya kabi kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin. Bu ampitsilin antibiotiki haqida bo'ldi mavzuyimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.